Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz uchun nihoyatda muhim yangilik bilan chiqdim. Bu ma'lumot har biringizga, har bir oilaga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masala haqida. Agar ushbu qoidaga amal qilmasangiz, siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va davlat yordamining bir qismidan butunlay mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki amaliy qadamlar talab qiladigan vaziyatdir. Shuning uchun diqqat bilan tinglang, kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi, ogoh bo'lishi va o'z huquqlaridan foydalana olishi juda muhim. Bu qoidalar butun mamlakat bo'ylab amal qiladi va har bir fuqaroni qamrab oladi. Hech kim chetda qolmasligi lozim, chunki bu sizning moddiy ahvolingizga ta'sir qiladigan eng dolzarb masalalardan biridir. Muammoning mohiyati shundaki, oldinlari ko'plab qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar avtomatik tarzda, ba'zan qog'oz hujjatlar asosida hech qanday yangilanishlarsiz eskirgan ma'lumotlar bilan ham to'lab kelinar edi. Masalan, bobongiz 100 yil avval olgan pasporti ma'lumotlari bilan ham yillar davomida nafaqa olishi mumkin edi. Yoki siz bir manzilda ro'yxatdan o'tganingizdan keyin 10 yillab o'sha manzil bo'yicha to'lovlar davom etar edi. Hatto amalda boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz ham, tizim ba'zan ma'lumotlarning aniqligini muntazam ravishda tekshirmas edi. Bu esa qator noaniqliklarga va hatto suiiste'molliklarga olib kelishi mumkin edi. Shuningdek, ba'zi odamlar vafot etgandan keyin ham ma'lumotlar bazasida bu o'zgarishlar o'z vaqtida aks etmasligi sababli ularning nomiga to'lovlar davom etishi kabi achinarli holatlar ham uchrab turar edi. Bu kabi kamchiliklar davlat byudjetiga ortiqcha yuk bo'lish bilan birga chinakam yordamga muhtoj bo'lganlarga mablag'larning to'liq yetib borishiga ham to'sqinlik qilar edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar tizimini yanada shaffof, adolatli va samarali qilish maqsadida yangi tartib joriy qildi. Bu tartib ayniqsa ma'lumotlarning aniqligini, to'lov oluvchining shaxsini tasdiqlashni va uning haqiqiy ehtiyojlarini zamonaviy raqamli usullar yordamida baholashni talab qiladi. Endilikda ma'lum turdagi qo'shimcha to'lovlarni, jumladan ayrim pensiya ustamalarini, nogironlik bo'yicha nafaqalarni, bolali oilalarga beriladigan yordam pullarini, uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalarni va boshqa bir qator davlat subsidiyalarini olishni davom ettirish uchun har bir fuqaro o'zining shaxsiy ma'lumotlarini markazlashtirilgan elektron tizimda tasdiqlashi, yangilashi yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishi shart. Bu endi oddiy tavsiyadan ko'ra ko'proq majburiyatdir. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi ma'lumotlar bazasidagi noaniqliklarni bartaraf etish, o'z vaqtida vafot etgan fuqarolarning ma'lumotlarini yangilash. Shuningdek, nafaqa oluvchilarning real yashash sharoitlari va ehtiyojlarini bog'lash orqali to'lovlarni adolatli taqsimlashdir. Eng muhimi, agar bu amal bajarilmasa, ya'ni siz o'z ma'lumotlaringizni belgilangan muddatda yangilamasangiz yoki tasdiqlamasangiz, sizga to'lanayotgan qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar vaqtincha to'xtatiladi yoki hatto butunlay bekor qilinadi. Bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki ko'plab oilalar aynan shu qo'shimcha mablag'lar hisobiga o'zlarining kundalik ehtiyojlarini qondiradilar. Shunday ekan, bugungi ma'lumotni diqqat bilan tinglang. Har bir detalini o'zlashtiring va zaruriy choralarni ko'ring. Endi esa batafsil tushuntirishlarga o'tamiz. Avvalo, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlaymiz. Ushbu yangi tartib birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga taalluqli birdir. Asterisk pensiya ustamalarini oluvchilar, bularga yoshga doir ustamalar, mehnat stajiga oid ustamalar, o'quvchisini yo'qotganlik uchun ustamalar. Shuningdek, nogironlik pensiyalariga qo'shimcha to'lovlar kiradi. Masalan, ayrim fuqarolar uzoq muddatli mehnat staji uchun yoki faxriy unvonlar uchun pensiyalariga qo'shimcha mablag' oladi. 2. Nogironlik nafaqalari va to'lovlarini oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan har qanday turdagi nafaqalar va ularga bog'liq bo'lgan tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiyalar. Bolali oilalar uchun nafaqalar va moddiy yordam oluvchilar, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam, bir martalik to'lovlar va boshqalar. 4. Uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya oluvchilar. Masalan, pensionerlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun kommunal to'lovlar uchun ajratilgan kompensatsiyalar. 5. Boshqa ijtimoiy himoya to'lovlari oluvchilar. Masalan, ishsizlik nafaqalari.
Ayrim hollarda stipendiyalar yoki boshqa ijtimoiy dasturlar doirasidagi to'lovlar. Kimlar nisbatan kamroq xavotirlanishi mumkin? Agar sizning to'lovlaringiz bevosita faol mehnat faoliyatingizga bog'liq bo'lsa va ish beruvchingiz orqali, masalan, bank kartangizga oylik maosh bilan birga tushsa yoki siz yaqinda biror ijtimoiy to'lov uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, so'nggi 3-6 oy ichida sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda allaqachon mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Ammo shunda ham xotirjamlikni yo'qotmang va barcha rasmiy manbalarni tekshirishni unutmang. Chunki ba'zida tizim yangilanishlari oldingi ro'yxatdan o'tishlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Endi esa bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yanada tushunarli qilishga yordam beradi. Misol Big pensioner Dilfuza opa va uning qo'shimcha to'lovlari. Andijon viloyatidan Dilfuza opa 75 yoshda. U uzoq yillik mehnat staji uchun pensiyasiga har oy 1,5 so'm miqdorida ustama oladi. Bundan tashqari, u yolg'iz onalik maqomi uchun ham yana 1,000 so'm qo'shimcha nafaqa oladi. Jami har oy 20,000 so'm qo'shimcha to'lov. U an'anaviy tarzda har oy pochta bo'limidan pensiya oladi va faqatgina jismoniy pensiya kitobchasidan foydalanadi. Uning bank kartasi yo'q edi. Mobil telefonda internetdan foydalanishni bilmas edi. Hukumat yangi tartibni e'lon qilib, barcha qo'shimcha to'lovlarni raqamlashtirishni va bank kartalariga o'tkazishni boshlaganida Dilfuza opaga mahalla idorasidan bir necha bor ogohlantirishlar kelgan. Lekin u bularga ahamiyat bermagan, chunki u doimo menga hammasi kelib turibdi-ku deb o'ylagan. Natijada yangi yilning boshidan boshlab uning pensiyasiga tushayotgan 2,000 so'm qo'shimcha to'lov to'xtatilgan. U bunga faqat ikkinchi oyda pensiyasini olayotganda pul kam tushgani sezganidan keyin e'tibor qaratgan. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga ma'lumotlarni yangilashi va bank kartasi ochib tizimga kiritishi kerakligi aytilgan. U o'sha oyda nafaqat 2,5 million so'm yo'qotgan, balki bu jarayonni o'z vaqtida bajarmagani uchun keyingi oylarda ham to'lovlar kechiktirilgan. Tasavvur qiling. Qariyalar uchun bu qanchalik qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Misol 2. Nogironligi bo'lgan fuqaro Akmal aka va uning nafaqasi. Toshkent shahrida yashovchi 45 yoshli Akmal aka ikkinchi guruh nogironi bo'lib, har oy 300,000 so'm nogironlik nafaqasi va tibbiy xizmatlar uchun yana balag mehr 1000 so'm kompensatsiya olardi. Jamiga 1000 so'm. Uning kartasi bor edi. Lekin uning nogironlik maqomini har yili qayta tasdiqlash muddati yaqinlashganini va buning uchun endi davlat xizmatlari markazlari DXM portali orqali raqamli ariza topshirish yoki tibbiy komissiyaga elektron navbat olish kerakligini bilmas edi. Unga ham SMS orqali ogohlantirish kelgan, ammo u uni oddiy reklama deb o'ylab e'tibor bermagan. Yangi tartibga ko'ra, nogironlik maqomini qayta tasdiqlash uchun endi avtomatik tarzda taklif kelmaydi, balki fuqaro o'zi belgilangan muddatda MyGov.uz portali orqali ariza berishi shart. Akmal aka muddatni o'tkazib yuborgani sababli uning nafaqasi va kompensatsiyasi to'xtatilgan. U DXMga borganda yana boshdan barcha hujjatlarni to'plashga majbur bo'lgan, tibbiy komissiyadan qayta o'tgan va bu jarayon bir oydan ortiq vaqtni olgan. Bu davr ichida u 4,7 so'm yo'qotgan va ko'plab ovoragarchiliklarga duch kelgan. Misol 3. Yosh oila Nodira va Alisher Hamdullaning bolalar nafaqasi. Nodira va Alisherlar oilasi 2 farzandi bor. Ularga har oy bola nafaqasi sifatida jami 200,000 so'm ajratilardi. Ular yaqinda yangi uyga ko'chib o'tishgan, ammo yashash manzillarini pasport stolida o'zgartirishgan bo'lsalar ham barcha ijtimoiy to'lovlar uchun ma'lumotlar bazasida manzilni yangilashni unutishgan. Yangi tizim esa barcha davlat organlari ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtirib chiqadi. Ularning yashash joyidagi ma'lumotlar bilan nafaqa uchun ko'rsatilgan manzil o'rtasida nomuvofiqlik aniqlangan. Natijada ularning bolalar nafaqasi to'xtatilgan. Ularga SMS orqali xabar kelgan, lekin ular uni tushunmaganlar. Nafaqa kelmay qolgandan keyin bilishganki, ular MyGov.uz portali orqali o'z manzillarini yangilashlari va bolalar nafaqasi uchun qayta raqamli ariza yuborishlari shart ekan. Bu jarayon tufayli ular bir oylik nafaqadan mahrum bo'lishgan. 200 so'm oila byudjetdan ketgan va hujjat ishlari bilan band bo'lishga majbur bo'lishgan. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizimning joriy etilishi jiddiy yondashuvni talab qiladi va unga beparvo bo'lish moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Endi esa ushbu yangi tartibning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari haqida gaplashamiz. Bu
Bu sizga vaziyatni to'liqroq tushunishga va kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Istisnolar eng asos yaqinda ro'yxatdan o'tganlar yoki ma'lumotlarni yangilaganlar. Agar siz so'nggi 2-6 oy ichida biror ijtimoiy to'lov uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni, masalan, pasportingizni almashtirganda yangilagan bo'lsangiz, sizga ma'lum bir imtiyozli muddat berilishi mumkin. Bunday hollarda tizim sizning ma'lumotlaringizni avtomatik ravishda yangi tartibga moslashtirishi mumkin. Ammo bu 100% kafolat emas. Har doim tekshirib ko'rish afzal. 2. Asrik bir martalik yordam to'lovlari, ba'zi bir martalik moddiy yordam to'lovlari yoki maxsus dasturlar doirasidagi mablag'lar bu tartibga kirmasligi mumkin. Ular odatda alohida tartibda ajratiladi va talablar boshqacha bo'ladi. Biroq bu ham sizni boshqa muntazam to'lovlar bo'yicha ogoh bo'lishdan ozod qilmaydi. Asli to'shakda yotgan yoki og'ir bemorlar. Agar fuqaro to'shakda yotgan bo'lsa yoki og'ir kasallik tufayli mustaqil harakatlana olmasa, uning nomidan ishonchnoma asosida yaqin qarindoshi yoki ijtimoiy xodim tegishli harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Bunday hollarda ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi maxsus tartibda rasmiylashtirilishi shart. Bu holatlarda ham o'z vaqtida harakat qilish muhimdir. Asrilik tuzoqlar va xavflari. Firibgarlar faollashishi. Bunday yangiliklar firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular sizga ijtimoiy xodim, pensiya jamg'armasi xodimi yoki bank xodimi niqob ostida qo'ng'iroq qilib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, PIN kodingizni yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'rashi mumkin. Eslab qoling, davlat organlari hech qachon telefon orqali sizdan bank kartangizning to'liq raqamini amal qilish muddatini, CVV kodini yoki PIN kodini so'ramaydi. Barcha rasmiy harakatlar davlat xizmatlari markazlari yoki MyGov.uz portali orqali amalga oshiriladi. DXM. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermang, xabarlarni ochmang. 2. Asos texnik qiyinchiliklar. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar yoki qishloq joylarda yashovchilar uchun internetga kirish, raqamli savodxonlik darajasi pastligi tufayli MyGov.uz portalidan foydalanish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu holda eng yaxshi yechim DXMga murojaat qilish yoki yosh bilimli qarindoshlardan yordam so'rash. Uchmas muddatsiz qoidalar. Ko'pincha bu kabi yangi tartiblarning amal qilish muddatlari cheklangan bo'ladi. Agar belgilangan muddat ichida ma'lumotlar yangilanmasa, to'lovlar to'xtatilibgina qolmay, ularni qayta tiklash uchun ancha murakkab va uzoq byurokratik jarayonlardan o'tishga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun barcha ogohlantirishlar va e'lonlarga jiddiy e'tibor bering. 4. Noto'g'ri ma'lumot kiritish. Onlayn ariza to'ldirishda yoki DXMda operatorga ma'lumot berishda kichik xatolar ham katta muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, ismingizda, familiyangizda, pasport seriya raqamida, bank karta raqamida yoki manzil ma'lumotlarida biron bir noto'g'ri raqam yoki harf keyinchalik tizimda nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi va to'lovlar kechiktirilishiga sabab bo'ladi. Ma'lumotlarni diqqat bilan 2 marta tekshiring. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar. Kelajakdagi to'lovlar uchun shart. Hozirda sizga to'lanayotgan qo'shimcha to'lovlarni tasdiqlash jarayoni. Kelajakda boshqa ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalanish yoki yangi turdagi nafaqalarga murojaat qilish uchun majburiy shart bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi ma'lumotlaringizni tartibga keltirmasdan keyinchalik siz yangi imkoniyatlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. 2. Asrilik to'lovlarning to'yfasi. Siz oladigan har bir to'lovning alohida to'yfasi bor. Ba'zi to'lovlar avtomatik tarzda yangilanishi mumkin. Ba'zilari esa qat'iy ravishda shaxsiy tasdiqlashni talab qiladi. Shuning uchun umumiy xabar olganingizda o'zingizning aniq to'lovlaringiz bo'yicha davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz shart. Menga tegishli emasdir deb o'ylamaslik kerak. 3. Hududiy va bosqichli joriy etish. Bu kabi katta miqyosli o'zgarishlar ba'zan hududlar bo'yicha bosqichma-bosqich joriy etilishi mumkin. Masalan, avval Toshkentda, keyin viloyatlarda yoki bir turdagi nafaqalar uchun avval, boshqalari uchun keyinroq. Biroq bu sizga kechiktirishga asos bo'lmasligi kerak. Rasmiy e'lonlarga muntazam rioya qiling. 4. Bank kartasining ahamiyati. Ko'plab to'lovlar endilikda faqatgina bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Agar sizda hali ham Humo yoki O'zcha tizimidagi bank kartasi bo'lmasa, uni imkon qadar tezroq rasmiylashtiring. Bu nafaqat davlat to'lovlarini olish uchun, balki kundalik hayotda ham qulaylik yaratadi. Elektron tizimlar sizning bank kartangiz bilan bevosita bog'lanadi. Bu jihatlarni yodda tutish
Sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni asterisk amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Qanday hujjatlar to'plashingiz kerak va qanday yozishingiz yoki gapirishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Asosiy qadam, o'zingiz oladigan barcha to'lovlarni aniqlang. Avvalo, siz yoki oila a'zolaringiz qanday turdagi davlat to'lovlarini, nafaqalarni, ustamalarni yoki kompensatsiyalarni olishingizni aniq ro'yxat qilib chiqing. Bularga pensionerlik nafaqasi, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, kam ta'minlanganlik bo'yicha moddiy yordam, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyalar va boshqalar kirishi mumkin. Har bir to'lov turini yozib oling. Bu sizning inventarizatsiyangizdir. Asterisk 2 rasmiy ogohlantirishlarni tekshiring. Oxirgi bir necha oy ichida pochta qutingizga kelgan maktublarni, telefoningizga kelgan SMS xabarlarni ayniqsa yuving. Menga yetim kabi qisqa raqamlardan kelgan yoki MyGov pensiya jamg'armasi, DXM kabi manbalardan kelgan xabarlarni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Davlat xizmatlari markazlari DXM yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytlaridagi yangiliklar bo'limini muntazam ravishda tekshirib turing. Mahalliy hokimiyat organlari yoki mahalla qo'mitalari e'lonlariga ham e'tibor bering. Barcha rasmiy xabarlarni o'qib chiqing va ularning talablarini tushunishga harakat qiling. Qadam. Tizimga kirish yo'lini tanlang. Sizda 2 asosiy variant bor. Shaxsan davlat xizmatlari markaziga DXM tashrif buyurish. Masalan, agar sizda internetdan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lsa, kompyuter savodxonligingiz yetarli bo'lmasa yoki shunchaki shaxsiy yordamni afzal ko'rsangiz, eng yaqin DXM ga bo'lishingiz eng to'g'ri yo'ldir. MyGov. Portal orqali onlayn harakat qilish. Agar siz internetdan bemalol foydalana olsangiz, e-imzo, elektron raqamli imzo va pasport ma'lumotlaringiz orqali MyGov uz portaliga kirib, barcha amallarni uyda turib bajarishingiz mumkin. Shuningdek, MyGov mobil ilovasi ham mavjud. Tergadam kerakli hujjatlarni tayyorlang. DXMga borganingizda yoki onlayn ariza to'ldirishda quyidagi hujjatlar sizga asqotadi. Asl nusxasi shart. B. Shaxsiy identifikatsiya raqami. Pasportingizda ko'rsatilgan o'rbatxonali raqam. C. Bank kartangizning rekvizitlari. Ayniqsa Humo yoki USA tizimidagi bank kartasi, karta raqami, uning amal qilish muddati. Bankning nomi va MFO kodi kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda karta egasining TIN, star raqami ham so'ralishi mumkin. Eski pensiya guvohnomasi yoki nafaqa daftarchasi agar mavjud bo'lsa. Undagi ma'lumotlar yangi tizimga kiritilayotgan ma'lumotlar bilan solishtirilishi mumkin. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz. Aşk farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar siz bolalar nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, uy joy daftarchasi yoki kadastr hujjatlari, agar siz kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya oluvchi bo'lsangiz. Aşk 5 qadam. Ma'lumotlarni tasdiqlash, yangalash jarayoni. MyGov uz orqali portalga kirganingizdan so'ng xizmatlar bo'limiga o'ting. U yerda ijtimoiy himoya yoki pensiya toifasini tanlang. Ijtimoiy to'lovlar ma'lumotlarini yangilash, tasdiqlash yoki shunga o'xshash nomdagi xizmatni qidiring. Xizmatni tanlaganingizdan so'ng tizim sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, jumladan pasport, sheshir, bank karta ma'lumotlaringizni kiritishni so'raydi. Barcha maydonlarni diqqat bilan to'ldiring va 2 marta tekshiring. Keyin yuborish tugmasini bosing. Jarayon yakunlangandan so'ng sizga tasdiqlash xabari kelishi kerak. B. Asterisk DXM orqali eng yaqin davlat xizmatlari markaziga hujjatlaringiz bilan boring. Elektron navbatga yozilish tizimida ijtimoiy himoya yoki pensiya xizmatini tanlab talon oling navbatingiz kelganda. Operatorga murojaat qiling va o'z vaziyatingizni tushuntiring. Aynan nima deyish kerak? Men o'zimning ijtimoiy to'lovlarimni, jumladan qo'shimcha to'lov turini aniq ayting. Masalan, yoshga doir qo'shimcha nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lov, bolalar nafaqasi yangi tizimda tasdiqlash va ma'lumotlarimni yangilash uchun keldim. Menga SMS yoki rasmiy ogohlantirish kelgan edi. Operator sizdan hujjatlaringizni so'raydi va tizimga ma'lumotlarni kiritishda yordam beradi. U barcha ma'lumotlarni sizning huzuringizda tekshiradi va tasdiqlaydi. Jarayon yakunlangandan so'ng sizga tasdiqlovchi qog'oz yoki raqam berilishini so'rang. 6 qadam. Bank kartasi ochish agar yo'q bo'lsa, agar sizda hali ham zamonaviy bank kartasi bo'lmasa, har qanday tijorat bankiga murojaat qilib,
Humo yoki UZCA tizimdagi karta ochishingizni tavsiya qilaman. Bu to'lovlarni olishni ancha osonlashtiradi. Pensiya va nafaqa kartalarini ochish odatda bepul bo'ladi. Bu qadamlarni bosqichma-bosqich bajarish orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan barcha qo'shimcha to'lovlarni uzluksiz olishda davom etishingizni ta'minlaysiz. Hech qanday shoshqaloq qiliksiz, lekin kechiktirmasdan harakat qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda bo'lsin. O'z vaqtida ma'lumotlaringizni yangilash va tasdiqlash orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va davlat yordamining bir qismidan mahrum bo'lmasligingiz mumkin. Bu shunchaki bir qog'ozbozlik emas, balki davlat va fuqarolar o'rtasidagi shaffoflikni, ishonchni mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu yangi tizim davlat mablag'larining chinakam muhtojlarga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, har bir fuqarodan faollikni talab qiladi. Bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like bosing. Savollaringiz bo'lsa, ularni izohlarda qoldiring. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Eng muhimi, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etamiz. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga yuboring. Ularni ogohlantiring. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.